Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yevropadagi komandirovkamiz hozir Fransiyadan Italiyaga qarab o'tyapmiz. Montblanc tunneliga qarab kelyapmiz, xudo xolasa. Ish faoliyatimizga 3 yil bo'ldi. Hech blog ochmagan edim, blog qo'ymagan edim. Endi xudo xolasa blog qo'yib ko'raman. Agar mana shu blogimiz son layklari yaxshiroq bo'lsa, inshaalloh qiziquvchilar ko'p bo'lsa, ko'proq ma'lumotlar almashish, ma'lumotlar berish, kimki yaxshi niyat qilgan bo'lsa Yevropaga kelish, dalil bo'lishga yo'l yo'riqlarini so'rasa, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beraman. Shuning uchun yaxshi niyatda blog qo'yapman inshaalloh. Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yevropadagi komandirovkamiz hozir Fransiyadan Italiyaga qarab o'tyapmiz. Montblanc tunneliga qarab kelyapmiz, xudo xolasa. Ish faoliyatimizga 3 yil bo'ldi. Hech blog ochmagan edim, blog qo'ymagan edim. Endi xudo xolasa blog qo'yib ko'raman. Agar mana shu blogimiz son layklari yaxshiroq bo'lsa, inshaalloh qiziquvchilar ko'p bo'lsa, ko'proq ma'lumotlar almashish, ma'lumotlar berish, kimki yaxshi niyat qilgan bo'lsa Yevropaga kelish, dalil bo'lishga yo'l yo'riqlarini so'rasa, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beraman. Shuning uchun yaxshi niyatda blog qo'yapman inshaalloh.